Mavzu: maktab hujjatlarini o'rganish va tahlil qilish. Reja. Birinchi reja: hujjatlar turlari va ularning ahamiyati. Ikkinchisi: tahlil jarayonida foydalanadigan metodologiyalar. Uchinchi reja: maktab hujjatlarining kelajagi va rivojlanish istiqbollari. Hujjatlar turlari. Hujjatlar tasnifi. Hujjatlar turli turlarga bo'linadi. Administrativ, o'quv, tashkiliy va hisobot hujjatlari. Hujjatlar va maqsadlar. Administrativ hujjatlar tashkilot faoliyatini yuritadi. O'quv faoliyatlari ta'limida ishlatiladi. Hujjat tayyorlovchilar. Administrativ hujjatlarni rahbarlar, o'quv hujjatlarini o'qituvchilar, tashkiliy hujjatlarni esa tashkilotchilar tayyorlaydilar. Hujjatlarning ahamiyati. Hujjatlar tashkilot samaradorligini oshiradi, qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi. Maktab hujjatlari va ahamiyati. Maktab hujjatlari roli. Maktab hujjatlari ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ular ma'lumotlarni saqlab, o'quvchilarning muvaffaqiyatini baholashga yordam beradi. Hujjatlar va kommunikatsiya. Maktab hujjatlari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi kommunikatsiyani rivojlantiradi. Bu esa maktab jamoatchiligi bilan aloqalarni mustahkamlaydi. Hujjatlar va ta'lim sifati. To'g'ri tayyorlangan hujjatlar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchilarga o'quv jarayonini samarali boshqarishga yordam beradi. Ta'lim metodologiyalari. Tahlil metodologiyalari. Tahlil jarayonida metodologiyalar juda muhim ahamiyatga ega. Ular tahlil qilinayotgan hujjatlarning to'g'ri va aniq baholashini ta'minlaydi. Maktab hujjatlarini o'rganishda metodologiyalarning to'g'ri tanlanishi natijalarning ishonchliligini oshiradi va tahlil jarayonini samarali qiladi. Asosiy metodologiyalar ikki guruhga bo'linadi: kvalitativ va kvantitativ metodlar. Kvalitativ metodlar, masalan, intervyu va fokus guruhlar orqali ma'lumot to'plashni o'z ichiga oladi. Kvantitativ metodlar esa statistik tahlil va anketalar yordamida raqamli ma'lumotlarni yig'ishga asoslanadi. Ushbu metodologiyalar maktab hujjatlarini tahlil qilishda qo'llash natijalarini yanada aniqroq va ishonchli qiladi. Tahlilning asosiy bosqichlari. Tahlil jarayoni 3 asosiy bosqichlardan iborat: ma'lumot to'plash, ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni baholash. Har bir bosqichda muhim metodologiyalar qo'llaniladi. Birinchisi, ma'lumot to'plash. Bu jarayon muhim ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlarni tayyorlashga mo'ljallangan. Tahlil uchun to'g'ri va to'liq ma'lumotni taqdim etish muhim. Uchinchisi, natijalarni baholash. Ushbu bosqichda tahlil natijalarini o'rganiladi va muhokama qilinadi va bu natijalar asosida keyingi takliflar va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maktab hujjatlarining kelajagi. Rivojlanish omillari. Maktab hujjatlarida innovatsion texnologiyalar va digitalizatsiya muhim rol o'ynaydi. Bu ta'lim sifatini oshiradi. Samaradorlikni oshirish uchun interaktiv platformalar va tajriba almashish zarur. Bu hujjatlarni tez tayyorlashga yordam beradi. Rivojlanish istiqbollari. Yangi standartlar. Maktab hujjatlari uchun yangi standartlar ishlab chiqish muhim. Bu standartlar ta'lim jarayonini samarali va sifatli qilishga yordam beradi. Ta'limda raqamli transformatsiya. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini osonlashtiradi. Bu maktab hujjatlarini tez va samarali saqlash imkonini beradi. Xulosa: maktab hujjatlari ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilar muvaffaqiyatini baholashda, ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilishda yordam beradi. Hujjat turlari: administrativ, o'quv, tashkiliy va hisobot hujjatlari. Har bir tur o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tahlil metodologiyalari sifatida kvalitativ va kvantitativ usullarni qo'llash muhimdir. Kvalitativ usullar ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Kvantitativ esa statistik natijalarni olishga yordam beradi. Bu usullar hujjatlarni baholash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Texnologiyalarning rivojlanishi maktab hujjatlarini yanada samarali qilish imkonini taqdim etadi. Raqamli transformatsiya
yangi yondashuvlarni olib keladi. Bu esa hujjatlarning saqlanishi va tahlilini osonlashtiradi. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada sifatli qiladi. Foydalangan adabiyotlar ro'yxati berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.